Nima uchun hozirgi kunda o'zi hamma propan qo'yapti. Qaytarib o'tamiz, propan narxi arzonligi uchun emas, ko'pchilikka narx emas, bu propanning xususiyati. Ya'ni siz 95 va 95 dan yuqori aktamda yurganingiz uchun albatta propan qo'yishingiz shart. Malibu XL Premier barchasiga propan ideal tushadi. Hozirgi vaqtga atmosferniy bo'lgan, ya'ni Jet Tower Dashin avtomobiliga kafolatli bo'lgan propanimizni uстановка qilib berdik. Polkasi yopilganda ham ahamiyat berib qo'ysa, birga bir tushadi. Kafolatli bo'lgan malumot va termotrubkalar, montajlar yubileyli bo'lgan. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimizga eng full paketda zapchastlarni uстановка qilib berdik. Ya'ni original reduktorlar, original farsunkalar, Yevropa gazlar, montajlarga bitta ahamiyat berib qo'yishingizni so'raymiz va suv sirkulyatsiyasi reduktorda bilasiz suv aylanadi. O'sha suvni обязательно pechkadan olishlik shart. Agar pechkadan olmaydigan bo'lsangiz, moshin provek bermaydi ham, yurishi ham zo'r bo'lmaydi. Ish sifatiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Spetsialniy porshingga yaqinlashtirish uchun injektor tagidan teshganmiz, ya'ni farsunkani joylari original xomitlar ahamiyat berasizlar. Bu tomonda ham trekker, bu tomonda Havola M6 modelimiz va yana bitta trekker mashinamiz bor. Barcha turdagi avtomobillarga super mega chegirma narxida kafolatli bo'lgan old zapchastga 1 yil garantiyli va orqa baloniga 10 yil garantiyli bo'lgan balonlar bilan uстановkalar qilib beramiz. Bu videoni barcha propan qo'ymoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'ying. Endilikda sizga eng sifatli holatda propan va metan obuna bo'lgan bo'lsangiz taklif qilamiz.